bizani o'zi bilib juda chiroyli hamma narsamizni berib yaratgan, hammasi o'z vaqtida joy-joyida qoliplarida bo'ladi. Va vaqtida bo'lmagan narsani bu voy juda qo'rqinchli emas. Bu ko'proq resurs ketadi, ko'proq harakat ketadi, ko'proq bizani o'zimizni kuchimiz ketadi. Shuning uchun o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Va shuning uchun men mana oxirgi paytda aytaman, buni bekitadigan joyi ham yo'q. Mana bir qancha yo'nalishlarda ishlaymiz. Mana endi sekin o'sha narsalarni, ma'lumotlarni yig'ib, tahlil qilib bitta paket qilganimizda aytdimki, ha, demak, ota-onalar bilan alohida ishlaydigan yo'nalish qilish kerak ekan. Va endi bu yog'iga deylik, bu psixologiya yo'nalishini yo'lga qo'ydik. Bu hozir bo'lyapti, mana ishlayapti, Xudoga shukr, ming rahmat. Endi ota-onalar maktabini ochishimiz kerak ekan dedim. Va keyin kuch yig'ib shu ota-onalar alifbosini yozar ekanmiz deb kuldik. Ya'ni bu nima uchun kerak? O'sha bola bilan ishlaganimizda, bolani tarbiyalaganimizda, yashaganimizda, tarbiyalaganimizda bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsalar baram nimadir narsalarni biz birinchi shakllantirib olishimiz kerak. O'sha o'z vaqtida bo'sh turgan paytida. Chunki hali bitta gap bor, bo'sh joy bo'shligicha qolmaydi. Uni o'rnini kimdir egallaydi baribir ham deb. To'ldiradi kimdir baribir ham to'ldiradi. Ayniqsa bugungi kunda bu juda imkoniyat ko'p, chunki telefon deymiz, internet deymiz, boshqa deymiz. Yaxshi yomon demoqchi emasman, ma'lumot ko'paygan demoqchiman. Va shuning uchun bolada olish olmaslik yoki deylik filtr qilib ko'rish yoki solishtirib ko'rish degan narsani imkoniyati ko'paydi.